Bolalar, bugun sizlar bilan Frank Junior bo'ldi. Bugun sizlar bilan biza 10 million dollarga Amerikadan yangi uchastka sotib olgan edik. Shu uchastkani biza obzor qilamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Qani kiraverishda eshik bolalar va men yaxshi ko'rgan Mercedes-Benz AMG mashinasi. Turishiga chotki bolalar. Bu mashinani biza O'bshi yaxshi ko'rar edim. U mashinani fanati edim bolalar. Oltindan-ku hamma narsasi. Bekorga 10 million dollarga sotib olgan ekanman jala. Voy ble. Bu uyni ko'rib shunchaki og'asiz akalar. Bu yog'ini videoni oxirida ko'ramiz. Qani bo'lmasam ichkaridan bir kirib ko'ramiz. Xo'sh. Tak. Kiraverishda yaxshi. Fotosuratlar-ku, xarosh, yaxshi. Hozir biza kirdik. Bu nima bo'ldi bu? Xo'sh, bu uy bo'sh. Endi joylashish kerak bugun. Xo'sh, bu menimcha mehmonxona bo'lsa kerak. Xo'sh. Bu vannaxona. Shunchaki men taxminan aytib Tak, biza ikkinchi etajga chiqqanimizda vau, chiroyli dizayn kutib oladi bizani bolalar. Bunda shunchaki oqasiz. Xo'sh, uylarni qaranglar. Bu nima edi bu? Til ojiz bunga. Xo'sh, boshqa yerlarni ham ko'rib chiqish kerak. Materiallari chotki bolalar. Amerikanskiy material. Xo'sh. Vau, mana bu nima bo'ldi bu? Diskotekami yo mehmonxona? Aralash quralash. Xo'sh, bu uy juda menga yoqdi. Bu uyga men 10 dan 10 ball beraman. Voy ble, mana bunday uyni ko'rmadim umrimda. Xo'sh, tak. Chiqamiz. Xo'sh, juda chiroyli uy ekan bu. Bu yerlarni ham obzor etdik. Xo'sh, kursilar. Xo'sh, keyin bu yog'ini obzor qilamiz bolalar. Xo'sh, tushamiz bolalar. Xo'sh, hozir biz sizlar bilan mashinalarni obzor qilamiz. Juda zo'r mashina ekan. Bolalar shunchaki oqdim. Xo'sh, vau. 3 ta Mercedes AMG. Xo'sh, voy, 3 ta ekan debman. 4 ta ku bu AMG Mercedeslar. Bu shunchaki emas, bu Mercedes bozori deb qo'yaveramiz. Xo'sh, o'rgimchak bola. Xo'sh, bizga hujum qilyapti Krissam. Tojala. Xo'sh, obzor eta olmadik bu yibanni deb. Bizlarga hujum qilishini qaranglar bolalar. Bu shunchaki Krissa. Voy bled. Hozir bolalar buni kreativ rejimiga qo'yib turamiz, kechirasizlar. Bu o'rgimchakni yo'q qilib olish kerak. Uyni obzor etishimizga xalaqit beryapti bu Krissa. Hozir xo'sh. Mercedes AMG'lar ko'p. Krissa naxuy. Oktagonga ol suka, ol jala. Yo'qol naxuy meni uyimdan. Qaytib ko'rmay dalbayo. Xo'sh, uzr kechirasizlar, kimnidir xafa qilmoqchi niyatim yo'q. Bu hazilda tarafasida video rolik ya'ni. Xo'sh, stadion-ku bu. Voy. Bu yer hali mashina bozor desam, katta stadion ham bor-ku. Yo'q, bu stadion emas, gazon bu. Bolalar gazoni. Bolalar uchun qurilgan. Xo'sh, mana bu yerda haqiqiy atmosfera-ku. Xo'sh, bu yerda tomoshabinlar o'tiradi. Xo'sh, shekilli. Xo'sh, tak, basseynni ko'rib chiqamiz bolalar. Obzor etib tushib chiqamiz. O'zi qizib turgandim bolalar. Sakraymiz. Basseynni qaranglar bolalar. So'q suvligini, mashinalarni qaranglar, chiroyli atmosfera berib turibdi. Uyga shunchaki 10 dan 10 ball beraman. Xo'sh bolalar. Sizlar bilan yana ko'rishamiz. Videoni tamomlaydi.